Buxgalteriyani o'rganish qiyinmi? Boshida biz ham qiyin deb o'ylagandik. Darslar boshlangandan so'ng bu fikrimiz o'zgardi. Bu umuman qiyin soha emas. Ya'ni chunki o'sha trenerlarimiz bergan vazifalarni o'z vaqtida bajarsak, bu umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Xohish bo'lsa hamma narsani ilojisi bor. O'zim xohlab kirganim uchun menga qiyin emasdi buxgalteriya o'rganish. Odamni o'zini ixtiyoriga, intilishiga qarab bo'ladi hammasi. Shu qiziqqanidan umtilsa hammasiga erishadi. Hammaga har xil. Kimgadir oson, kimgadir qiyin deb qiziqqanda ko'p yaxshiroq o'rganadi va yaxshiroq o'sha yondashib o'sha kirishib ketadi o'sha bo'lyapti. Intizom. O'sha o'z vaqtida darslarni kelib o'rganish, keyin uni amaliyotda qo'llash, shu orqali buxgalteriyani chuqurroq va osonroq va tezroq o'rganadi. Apko bilan oson. Ablajon, shakarsan, shakar.